Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya armiyasi Ukrainaning logistika markaziga kuchli zarba berdi. Rossiya vertolyoti Malida urib tushirildi. Turkiyada NATOga qarshi namoyish o'tkazgan 100 dan ortiq kishi qo'lga olindi. To'qayevning prezidentlik muddati nollashtirildi. Gazprom Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzdi. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Rossiya armiyasi Ukrainaning logistika markaziga kuchli zarba berdi. Rossiya qurolli kuchlari bugun 7-iyul kuni Ukrainaning Krivoy Rog shahrida joylashgan Novaya pochta logistika terminaliga zarba berdi. Bu haqda Ukrainaning Strana.ua nashri xabar qildi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, zarba oqibatida terminalda kuchli yong'in yuzaga kelgan. Tarqalgan videolarda yirik logistika majmuasi butunlay alanga ichida qolgani ko'rinadi. Manbalarning bildirishicha, terminal deyarli to'liq yonib ketgan. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mazkur zarba Ukraina tomonining Rossiya hududiga uyushtirgan hujumlarga javob sifatida amalga oshirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, zarbalar quyidagi obyektlarga berilgan: Kiyev shahridagi harbiy sanoat va yoqilg'i energetika infratuzilmasi, Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkassi, Chernigov va Kiyev viloyatlaridagi harbiy aerodromlar infratuzilmasi, dron ishlab chiqaruvchi Burevestnik korxonasi va artilleriya qayiqlari tayyorlangan deb aytilgan kema qurish obyekti. Rossiya manbalariga ko'ra, shu kuni Xarkov viloyatidagi gaz infratuzilmasi obyektlariga zarba berilgan va yong'in chiqqan. Poltava, Odessa va Zaporojye shaharlarida ham portlashlar qayd etilgan. Zaporojye shahridagi avtomobil gaz qo'yish shoxobchasi hamda Kamenskiy shahridagi Vok yoqilg'i qo'yish shoxobchasiga dronlar zarba bergani, ularda yong'in chiqqanligi xabar qilingan. Vazirlik bayonotiga ko'ra, ushbu obyektlar Ukraina qurolli kuchlarining ta'minot tizimida foydalanilgan. Rossiya vertolyoti Malida urib tushirildi. Malidagi Tuareg isyonchilari Rossiya mudofaa vazirligining Afrika korpusiga tegishli vertolyotni urib tushirganini ma'lum qildi. Voqea videoga olingan bo'lib, uning haqiqiyligini OSIN tahlilchisi tasdiqladi. Vertolyot ekipajining taqdiri hozircha aniq emas. Biroq Malidagi mojaroni yoritib kelayotgan turkiyalik jurnalist Mahmud Bozaslanning xabar berishicha, bortda bo'lgan barcha odamlar halok bo'lgan. Rossiya mudofaa vazirligi vertolyot yo'qotilgani haqida hech qanday izoh bermadi. Ammo vazirlikka norasmiy ravishda bog'langan va harbiylarni qo'llab-quvvatlovchi Afrika Telegram kanali halokat yuz bergani haqida xabar tarqatdi. Malida 2021-yilda davlat to'ntarishi sodir bo'lganda, o'shanda hokimiyatga kelgan harbiy hukumat hozirda o'z mustaqil davlatini tuzmoqchi bo'lgan Tuareg xalqi hamda Al-Qoida jangchilari bilan qurolli kurash olib bormoqda. Rossiya mudofaa vazirligining Afrika korpusi esa ushbu rasmiy harbiy hukumat tomonida turib jang qilmoqda. Isyonchilar oxirgi marta shu yilning aprel oyida Rossiya harbiy vertolyotini urib tushirgandi. O'shanda ham bortdagi barcha odamlar halok bo'lgan. Malida isyonchilar 4-iyul kuni ertalab 5 ta hududda hujumlar uyushtirgan. Hujumga uchragan joylar orasida hukumat va Rossiya harbiylari joylashgan shaharcha ham bor. Mali armiyasining davlat televideniyasi va rasmiy ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan bayonotiga ko'ra, mamlakat shimolidagi Anefis va Agoexok, markaziy qismidagi Gao va Severa hamda janubdagi Keni-Oroba shahar va shaharchalari nishonga olingan. Tuareglar yetakchiligidagi Azavot ozodlik fronti isyonchi guruhi vakili ushbu hujumlarga aloqadorligini ma'lum qildi. Guruh aprel oyida poytaxt Bamakodagi aeroportga hujum qilib, mudofaa vazirini o'ldirgandi. O'shanda ular Al-Qoidaning mintaqaviy bo'limi bo'lgan Jinim guruhi bilan hamkorlikda harakat qilgan. Hozirgi hujumlar uchun Jinim guruhi javobgarlikni bo'yniga olgani yo'q. Turkiyada NATOga qarshi namoyish o'tkazgan 100 dan ortiq kishi qo'lga olindi. Turkiya Kommunistik partiyasi tomonidan 5-iyul kuni tashkil etilgan NATOga qarshi norozilik namoyishlarida 100 dan ortiq kishi qo'lga olindi. Namoyishlar shu hafta Anqarada bo'lib o'tadigan NATO sammiti oldidan yuz berdi. Turkiya poytaxti Anqara shahrida 7-8-iyul kunlari harbiy alyansga a'zo 32 ta davlat rahbarlari hamda NATO hamkorlari ishtirokida sammit bo'lib o'tadi. Uchrashuv oldidan rasmiylar poytaxtda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Shaharda namoyishlar o'tkazish taqiqlandi.
Ko'plab hududlar to'sildi va yo'llar yopildi. Turkiya Kommunistik partiyasi o'z bayonotida norozilik yurishini Anqaraning markaziy Qiziloy maydonida tashkil etganini bildirdi. Qo'lga olingan 100 dan ortiq partiya a'zolari orasida uning rahbarlari ham bor. Video tasvirlarda bayroq ko'targan namoyishchilar "Qotil NATO, mamlakatdan chiqib ket" va "NATOga yo'l yo'q" deya hayqirganini ko'rish mumkin. Politsiya olomonni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalangan. Shuningdek, bu partiya tashabbusi bilan Istanbulning Taqsim maydonidan Dolmabahchagacha yuzlab odamlar ishtirokida yana bir norozilik yurishi o'tkazildi. Kadıköy tumanida esa so'l qanot guruhlar tomonidan yana ikkita alohida namoyish uyushtirildi. Istanbuldagi namoyishlarda politsiya ko'p bo'lishiga qaramay, hech qanday to'qnashuv qayd etilmadi. Biz bugun Turkiyaning ko'plab hududlarida NATOga qarshi norozilik bildirish uchun yig'ildik. Biz Anqarani NATO tarafdorlariga topshirib qo'ymasligimizni va poytaxtning jim turishiga yo'l qo'ymasligimizni aytgan edik. Ushbu va'damizni bajardik, dedi partiya bosh kotibi Kamol Okuyan Istanbulda. Turkiya hukumati namoyishlar va odamlarning qo'lga olinishi yuzasidan hozircha hech qanday izoh bermadi. To'qayevning prezidentlik muddati nollashtirildi. Qozog'iston Konstitutsiyaviy sudi 1995-yilgi konstitutsiya bo'yicha ayrim davlat lavozimlarini egallagan shaxslar yangi konstitutsiya kuchga kirgandan keyin tegishli lavozimlarga qayta saylanishi yoki tayinlanishi mumkinligini tushuntirdi. Bu haqda Tengrinews xabar berdi. Bu amaldagi prezident Qosim-Jomart To'qayevga yana davlat rahbari saylovida ishtirok etish imkonini beradi. Mamlakatda 1-iyuldan boshlab yangi konstitutsiya kuchga kirdi. Mart oyida qariyb 90% ovoz bilan yangi konstitutsiya loyihasi ma'qullangan edi. Yangi konstitutsiya kuchga kirgunga qadar Qozog'istonda qayta saylanish huquqsiz 7 yillik prezidentlik muddati qoidasi amal qilgan. Yangi konstitutsiyada bu cheklov saqlanib qolgan. Biroq Konstitutsiyaviy sud uni qo'llashda 1995-yilgi konstitutsiyaning amal qilish davridagi muddatlar hisobga olinmasligini ta'kidladi. 1995-yilgi konstitutsiyaga muvofiq ushbu konstitutsiyaviy normalarda ko'rsatilgan lavozimlarni egallab turgan shaxslar 2026-yilgi konstitutsiya kuchga kirgandan keyin tegishli lavozimlarga saylanishi yoki tayinlanishi mumkin, deyiladi sud bayonotida. Gazprom Rossiya Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzdi. Gazprom kompaniyasi gaz obyektlarini aviahujumlardan himoya qilish uchun maxsus mobil o't ochish guruhlarini tuzish bo'yicha Rossiya Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda kompaniyaning ichki hujjatlariga tayanib Echo nashri xabar berdi. Ushbu shartnoma to'liq harbiy xizmatga o'tishni anglatmaydi. Fuqarolar safarbarlik rezervida turadi va bu vazifani o'zlarining Gazpromdagi asosiy ish faoliyati bilan birga olib borishi mumkin. Mobil guruhlarga qo'shilishni xohlovchilar tibbiy ko'rikdan va qat'iy saralashdan o'tib, 2 oylik maxsus tayyorgarlik kursida tahsil oladi. Shartnoma tuzgan shaxslarga o'rtacha ish haqi hamda Mudofaa vazirligidan qo'shimcha to'lovlar, jumladan rezervda turgani va harbiy yig'inlarda qatnashgani uchun alohida mablag'lar ajratiladi. Harbiy yig'inlarda ishtirok etgan davr uchun har oy 200 ming rubl miqdorida kompensatsiya to'lanadi va bu vaqtda ularning ish joyi saqlanib qoladi. Shartnomani imzolaganlar o'ta muhim va hayotiy ta'minot obyektlarini faqat o'zlari istiqomat qiladigan mintaqa doirasidagina himoya qilishi ko'zda tutilgan. Shartnomalar dastlab 3 yil muddatga tuziladi. Keyinchalik esa muddatni uzaytirish imkoniyati mavjud.